Nega Joni Madrimov, nega Jahongir Muhammad, Safar Bekjon Urganji, Muhammad Solih, Qudrat Bobojon va Do'stnazar Xudoynazarovlar, ya'ni bizning muxolifatimiz birlashmaydi. Xo'sh, Jahongir akani bilaman, taniyman, hurmat qilaman. Safar Bekjon provokator g'irt o'sha Erk partiyasini ham nihoyatda jiddiy ziyonlar yetkazgan. Muhammad Solih u kishi siyosatdan ketgan, bilmayman. Qudrat Bobojon, Do'stnazar Xudoynazarovlar, men bularni bilmayman. Qudrat Bobojonni bilaman, jurnalist sifatida chiqishlaridan bilaman, materiallardan o'qib turaman. Do'stnazar Xudoynazarovni tanimayman. Eshitganman, lekin umuman muloqotga kirishmaganman, biror bir nimasini o'qimaganman. Xo'sh, bu o'zbek xalqining muxolifatning birlashmasligi, o'zbek xalqining birlashmasligi bu o'sha o'zbek muxolifatiga ham o'z ifodasini topgan. Bizning yetakchilarimiz birlashishni bilishmaydi. Men shu Erk bilan birlikni yetakchilarini, Erk bilan birlik doim birga hali faoliyat olib borgan 90-yillarda O'zbekistondagi nihoyatda kuchli siyosiy muxolifat bo'lgan. Ular oldin birlik xalq harakati sifatida shakllangan, keyinchalik birlik xalq harakatining tarkibida Erk partiyasi shakllangan. Lekin ikkalasi ham bir kunda ro'yxatdan o'tgan. Ko'pchilik aytadi, Erk Muhammad Solih Erkni tuzib, birlikni ro'yxatdan o'tkazmaslikka sababchi bo'lgan. Yo'q, unday emas. Uni ro'yxatdan o'tkazgan odam bilan ham suhbat o'tkazishim mumkin, u kishi bilan. Muhammad Bobur Malikov degan inson o'sha vaqtda 90-yillarda O'zbekiston yangi mustaqil bo'lgan vaqtlarda O'zbekistonda nimani raisi edi. Hozir O'zbekiston Oliy sudining raisi edimi, ish qilib bu kishi. Shu Muhammad Bobur Malikov ro'yxatga olganlar, ro'yxatdan o'tkazganlar. Yustitsiyani boshlig'i edi. O'zbekiston Respublikasi Respublika yustitsiyasining boshlig'i edi Muhammad Bobur Malikov. Shu kishi Erk partiyasining partiya sifatida, Birlik xalq harakatining harakat sifatida 1991-yil 24-avgustda ro'yxatdan o'tkazgan. Shunda Muhammad Bobur Malikov Erk partiyasi, Birlik xalq harakatining raisi Abdurahim Po'latovga rahmatli bo'ldi u kishi. Shu kishiga birlikni ham partiya sifatida ro'yxatdan o'tkazing desa, Abdurahim Po'latov yo'q, Birlik xalq harakati bo'lib qoladi va shu harakat sifatida nimaga prezidentlik sayloviga kiradi deganda Muhammad Bobur Malikov aytganlar shu kishiga, Abdurahim Po'latovga, O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha harakat prezidentlik saylovlarida ishtirok eta olmaydi. Tuzilayotgan saylov qonuniga ko'ra faqat siyosiy partiyalarning yetakchilari prezidentlikka nomzod ko'rsatish huquqiga ega bo'ladi. Shuni esingizdan chiqarmang degan u kishi. Va o'zlarining so'zlarini aytyapman. Lekin Abdurahim Po'latov yo'q, biz birlikni xalq harakati sifatida ro'yxatdan o'tkazamiz deb. Lekin ro'yxatdan o'tgan. Erkan birlik ham bir kunda 1991-yil 24-avgustda Erk partiya sifatida, Birlik xalq harakati sifatida ro'yxatdan o'tdi. Lekin O'zbekiston keyin saylov to'g'risida qonun qabul qilindi. O'zbekiston 7 kundan keyin mana shu ikkala tashkilot, muxolif tashkilot ro'yxatdan o'tgandan keyin 7 kundan keyin O'zbekiston o'zining mustaqilligini e'lon qildi. Bu endi boshqa mavzu. Mustaqilligini e'lon qildi, keyin saylov qonunini qabul qildi. Saylov qonuniga muvofiq xalq harakati prezidentlikka ishtirok etmaydi. Siyosiy partiya, muxolif partiya ishtirok etadi. Shunga muvofiq Erk partiyasi o'zining nomzodini ko'rsatdi. Lekin ko'pchilik Muhammad Solih birlikni parchalab yubordi, bu deydi, bu boshqa mavzu. Lekin O'zbekistonda muxolifat birlashmaydi. Mana shu Abdurahim Po'latov bilan Muhammad Solih keyin yuz ko'rmas bo'lib kelishishmadi.
Joylarda esa birlik bilan erk bitta platformada harakat qildi. Men Turkiyaga masalan Muhammad Solih bilan Abdurahim Po'latov O'zbekistondan chiqib Turkiyaga borib yashadi. Karimov bosim qilib ularni chiqarib yubordi. Ikkalasi ham Istanbulda yashar edi. Men Muhammad Solihning uyiga borib, oldin Abdurahim Po'latovning uyiga borib, Abdurahim aka Muhammad Solih bilan birlashinglar, yarashinglar deb ko'ndirdim ularni. Biz joylarda birlik bilan birga harakat faoliyat olib boryapmiz. Ular sizlarning ham birga bo'lishlaringizni istashyapti. Bitta platformada mayli, boshsiz harakat, birlik xalq harakati, birlik partiyasi sifatida, erk partiyasi sifatida sizlar liderlar bitta platformadan kurashinglar. Bu O'zbekistonning ichkarisida erk va birlikni ruhlantiradi. Jipslaydi tarkibimizni. Bo'lmasa bizlarni bitta-bittalab yo'q qilib yuboradi faollarni deb jiddiy vajlar keltirdim. Bular birlashishga, yarashishga rozi bo'lishdi. Emin o'rnida Muhammad Solih bilan Abdurahim Po'latov ikkalasi telefonlashib, Emin o'rnida salom alik qilib yarashishdi. Endi u vaqtda telefon, apparat, suratga oladigan biror bir vosita yo'q edi suratga oladigan. Men ularning yarashganliklariga vositachi bo'lganligim, ishtirok etganligim uchun xursand bo'lib uyga qaytib keldim. Uyga yetib kelmay yana Ozodlik radiosidan ikkalasi chiqib yana bir-birini tanqid qilyapti. Shunday maqol bor. Arablar hech qachon birlashmaslik uchun kelishib olishgan deb. Arablar hech qachon kelishmaslik uchun kelishib olishgan degan bir kulgili maqol bordi. Bu ham arablarning bir-biri bilan umuman kelishmasligini ifoda qiluvchi bir zaharxandalik bilan aytilgan maqola edi. Bu o'zbek xalqiga ham tegishli. O'zbekiston muxolifati ham hech qachon kelishmaslikka kelishib olishgan. Doim men tuzdim, sen bo'lding, mana shunaqa bir-birini yomonlab, bir-birini tanqid qilib, bir-birini ustidan mag'zava qo'yib, lekin men o'zimga bog'liq bo'lgan missiyani bajardim. Bir marta Abdurahim Po'latov bilan Muhammad Solihni yarashtirdim. Keyin birlashmay yana ajrashib ketishgan bo'lsa, bu Allohning oldida ular o'zlari javob berishadi. Qaysi gunohkor? Lekin men ularni juda ko'pchilik faollari men tuzdim, falonchi buzdi, erkni men tuzdim, birlikni men tuzdim, falonchi u deb bir-birini hozirgacha tanqid qilib yuradi. Men bunaqa bitta shaxsni yoki bitta harakatni tanqid qilishga ixtisoslashmaganman. Oldin ham, hozir ham men muxolifatning, sog'lom muxolifatning faoliyat olib borish tarafdoriman. Shu yo'nalishda prezidentni ham chaqiraman, xalqni ham chaqiraman, doim bitta platformada bo'lib, yagona muxolifat bo'lib faoliyat olib borishni va eng asosiysi siyosiy muxolifatning mavjudligidan davlat rahbariyati manfaatdor. Agar shu manfaatdorlikka ular zarurat sezsa, ichkarida siyosiy muxolifat bo'lsa, Putin kelib oltin ber, gaz ber desa, yo'q, meni siyosiy muxolifatim bor, ular meni bir kunda ishdan olib tashlashadi, mamlakatdan quvib solishadi deb bahona qiladi. Hozir nima deb ishontiradi masalan Putin gaz so'rasa, oltin so'rasa, yo boshqa masalan yordam so'rasa, paxtani chigitini so'rasa, Mirziyoyev nima deb oqlaydi o'zini? Muxolifatim bor deydi. Menga ko'p qulog'imga lapsha osmagin deydi. Sen xalqing ham, muxolifating ham, parlamenting ham mutlaq o'zingga bo'ysundirilgan. Sen nima desang shu. Shuning uchun davay mana buncha gaz, mana buncha oltin urushga yuborgin o'lishing deydi. Deydi shunday. Endi dokumentalniga bo'lmasak ham har holda xalqdan shunaqa kelishuvlarni maxfiy tutishgani uchun biz taxmin qilishga majburmiz.